Assalomu alaykum bolalar hammaga. Mana bugungi turnirimiz ham boshlandi. Bir uzr so'rayman hammadan bolalar, biroz uzilishlar bo'ldi bizda. Biz ochib oldik. Bizda hozirda ishtirokchilarimiz 37 nafar. Ko'ramiz bu safargi turnirimiz qanday natijalar bilan tugarkan. O'tgan safargi turnirimizda Uzuba Alfa yutib ketgandi. Davay kelinglar, shuning uchun biz Uzuba Alfaga o'tib olamiz. Bolalar, agar YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsalaring, bittadan like va bittadan komment ayirmasliklaringizni umid qilaman. Kanalimiz rivoji uchun. Hammasi to'g'ri ketyapti. Va bizda bu yerda nima minusda shunchalik odam ko'p tushyapti. Va bizda birga talqa yuz beryapti. Warrior nima qilishni ham bilmayapti bu yerda. Qalqon bosish kerak. Xususan qalqonga ham bu yoqdan otishmoqda. Va Yusufov biz tarafda bularga yaqinlashyapti. Qoldi. Pastga tusharmikin? Yo, menimcha hali bir tushish niyati yo'q shekilli buni. Nima, North School'da internet ishlamay qoldimi deyman. Reaksiya ham bildirmadim. Bizda Toji eventga qaytib tushyapti. Va Marvel to'qnashuvi. Bizda Zafar push qilyapti. Asosiy eventchi Stark tarafidan yopilib ketdi bu yerda. Stark endi Marvelga push qilyapti. Marvel bolalar Zafar kambekda. Afsuski Marvel kutib ololmadi. Zafar kambek ketyapti bu yerda. Bizda Stark push qilyapti. Stark ham Toji bu yoqdan ishlab beryapti. Warrior hali beri uzoq turadi shekilli. Yusupov odam bor. Narigi eventda 2 ta dona xolos ekan. Hozircha o'tmaymiz bu yoqqa. Eventdan tashqarida to'qnashuv yuz beryaptimi?
Biza uzubi qalqon yopilib ketyapti. Uzubi alfa ham yopilibdi. Ha, Top Warrior. Adashdim, uzr. Uzubi qirolni ko'zlaring ko'rib tursa, bir xp deyishdi ham iloji yo'q bu jonga. Vo, push qilyapti uzubi. Afsus, reaksiya bildira olmadi Eddiga. Biz bu yerda Eddiga o'tamiz. Va Eddiga ham почти nok holatida Burxoniddinov tarafidan. Grantani qanday uloqtirar ekan ko'ramiz. Yaxshi uloqtirish bo'ldi, lekin Eddiga bu yerdan qochib ketgan edi allaqachon. Afsus, qochib ham qutula olmadi. Toji ishlab beryapti. Bizda Toji hozircha 2 ta kill Tojida. Zafar comeback David holatida, Monika ham David holatida bizda. Samuray va Toji o'rtasida to'qnashuv bizda. Nargimentdan keyin alfa bu yoqqa ham kelibdi. Ko'ramiz, bu yerdagilar qanday reaksiya bildirar ekan bunga. Havo menimcha bilmaydi ham alfani kelganini bular. Bekka o'tamiz. Bu yerda Bek va Ashirov, uzrlik adashdim. Bular bir-biriga push qilish niyati yo'q shekilli hali bu yerda. Boshqa yerlarda nima gap? Burxoniddinov David holatida Toji tarafidan bugun Toji normalda ishlayapti, lekin o'z ustida ishlab chiqili. Va Toji bu yerda Yusufga push qilyapti. Qanday joylarda qochib ketyapti bu yerda Toji? Afsus, unchalik ham qochib keta olmadi. Buzoqda yurgan somonxonagacha degan maqol shu yerga tushadi hozir. Vaqti soferda oldan Parviz o'tib ketyapti. Daji bilgani ham yo'q. Parviz va Doni 32 o'rtasida to'qnashuv yuz beradimi?
Parviz. Bular bir-birlarini eshitishdi. Afsusi. Parviz nimani o'yladi bilmadim hozir. Juda katta xatolikka yo'l qo'ydi. O'zi qarorga o'tamiz. O'zi qarorni oldida Eddiye yuribdi. Ha, Doniga kelyapti u ham. Menimcha infoni eshitgan. Bu yerda to'qnashuv bo'lganini bilib kelyapti. Hozir Doni bilmay ham qoladi. Ha, dash qilsam qilmadim. Bu yerga kelgan odam kelganini Jax va kapitan o'rtasida to'qnashuv yuz berarmikan? Bular hali bir-birlarini bilgani yo'q. Menimcha kapitan Jaxni ko'rdi. Afsusi, Jaxni bu yoqda Stark ko'rib qo'yibdi. Davidga ham ishlashni xohlamadi Stark. Menimcha zonaga o'sib qolmayman deb o'ylayapti shekilli. Kapitan o'sib qiladimi kaptachaga chiqishga? Afsus, bu yoqda sher otib tashlayapti. Kapitanni bugun omadi kelmadi o'yinda. O'zi Stark. Sadriddinov David holatida o'zi Alfa tarafidan. Bekka o'tamiz. Bek kimni oldiga borar ekan? Burxoniddinov, Kosmos, Namangan. Böyle Yusuf ham shu tarafda. Juda ajoyib tarzda joylashib olibdi bu yerda Kosmos. Hatto Yusufni hayoliga ham kelmadi qarab ko'rish. Bati Sofer kullak holatda. Kullak berib o'ltirishyapti vaqt Soferda. Top varyor. Menimcha internet ishlamay qolgan shekilli. Bu har ikkalasi ham bir-birini bilmagan holda yotishibdi. O'zi qirolga o'tamiz. Eddiye menimcha qirolni bilmaydi bu yerda turganini. Bek David holatida. Elik Namanganni ham o'zi David bo'lib ketdi sirazi. Kosmos qachongacha o'tmoqchi ekan? Ha, zonaga harakat qilishni boshladi. Men Yusufov endi kirgizmasa kerak uni. O'zi Alfa ham David holatida bizda. Bu yerdan Burxoniddinov zonaga harakat qilyapti.
Ha, Yusupov eshitdi uni. Bizda ishtirokchilar 13 nafar qolishdi. O'zbek kapitan Eddini pulemyotda bit qilyapti 12 nafar. Ko'ramiz bugungi turnirimizda kim yutib ketarkan. Va biz bu yoqda hozir bu yoqqa o'tamiz. Stark va Jax o'rtasida to'qnash yuz beradimi? Bular bir-birini ko'rishadimi? Ashirov ham shu yerda. Eng zonaga yaqin Ashirov. Yo'q, kosmos zonadan chiqishga ulgurmadi. Yusupov David qilib tashlayapti. O'zbek kapitan ham David holatida. Nima bular kelishib o'ynashyaptimi? Yusupov deyarli David holatiga tushib qolay dedi. O'zi Stark David bo'lyapti bu yoqda. Burxoniddinov Top Warrior'da Davidga ishlayapti. Bizda hozircha hech kimda zona yo'q. Eng zonaga yaqinroq bu yerda Yusuf. Bu yerda lider Jaxga ishlayapti. Ashiro zonaga uspet qiladimi? Afsus uspet qilmadi zonaga va bizda ishtirokchilarimiz 6 nafar qolishyapti bu yerda. Har bir ishtirokchi har tarafdan kirib kelyapti. Burada O'zuba Qirol, lider Jax, Yusuf, Burxoniddinov, Yusupov. Anna bo'lmasam hech kimga zona yo'q. Ammo Jaxga yaqinroq. Jax harakat qiladimi zonaga? Zonani egallab olish kerak hammadan birinchi bo'lib. Ha, Jax egallab oldi zonani. Hamma kutyapti zona kelishini. Hozir bu yerda misli ko'rilmagan darajada talpa bo'lib ketishi mumkin. Hali bunaqasi bo'lmagan. Hamma kutyapti. Kimdir ko'rinsa deb hamma kutyapti. Va bu yerda lider zonaga harakat qilishni boshladi. Hozircha hech kim ko'rgani yo'q liderda. Ammo hozir qirol otib tashlasa kerak. Bizda Burxoniddinov David holatida Yusuf tarafidan O'zuba Qirol payqagan yo'q liderda. Bizda ishtirokchilarimiz 4 nafar qolishdi. Jax lider David bermoqda. Yusupovga ishlayapti. Jaxga ko'rarmi Yusupov? Yusuf o'zini yo'lini dimlamoqda, zonaga harakat qilish maqsadida. Ammo Jaxga ko'rinib qoldi Yusuf. Va bizda birga bir holat. Bu yerda esa Yusupovda imkoniyat kattaroq. Taji bilmaydi ham Jax uni qayerdaligini. Yo'q, bilarkan.
Va bizda Yusupov granata boshlanmoqchi. Va o'zlaring ko'rib turganlaringdek Jax ajoyib tarzda top 1 olib ketyapti. Biz esa bugungi eng ko'p kill qilgan ishtirokchi. O'zlaring ko'rib turganlaringdek Eddie Malades. Va bizda Jax top 1 olyapti. Bolalar hammalaringga omad keyingi o'yinlaringda. Bittadan like va bittadan komment eslangdan chiqarmaysizlar degan umiddaman.